Men hozir 80 yoshdan eshibdim-a. Sizlarniki bunda bir-biringlarga kuyinadigan, ham bir-biringlarga yordam qiladigan, izchil inoq o'tishinglarga qarab men qattiq xursand bo'laman bolam. Men bir umr tijorat bilan shug'ullanib, aqasini cho'ng qilib, ham oliy maktabda o'qitib, bir şey keldim. Kadirjon, sen balını çoğuya balan. Hem de Kayserican balan bolsa yani bir iki yıldan keyin mektepni bitirip keldi. Onun ölümsek bo'lmaydi g'ashva. Shunga bir dana uy olib qo'ydim bolam, ha. Bu bo'lib taka. Dadamning ko'ngli ekan u. Shundacha sen balının ichida eng yoshi. Hem sen jafokeşlik, jafo tortib qolding. Mendan keyin qolganda mush uyni tasarruf qilib tutib oldi. Bunday bo'lamda Dada ma'qul-da. Ma'qul-da. Baxtiyor. Sen quloq kesdi. Seni kichikingda akiltib cho'ng qilib, ancha-muncha hozir mening gapimni anglamaydigan bo'lsa, undaqmi? Bunday qildi. Sening o'sha mehribonligingga tuqqanlik bek o'ynasa bo'lamsan. Bek o'yimi bor, cho'ng qildi. Ya o'zi kichik olgan bilan bek o'yimi. Sen bolam mening tijoratimga hamkorlashib, putimga qo'limga qo'llab kelding hozirgida. Shunga yangi bozordagi do'konning o'rniga Hazrat yo'li Iqbarxonning oldidagi Qizilchiroqdan o'tib 500 metr mangsa, Qashqar Ipak yo'li xalqaro universal tovarlar shaharchisidan bir dona do'kon olib qo'ydim. Aptiki adam. Endi mening tijoratimga sen varislik qilib, davomli shu do'konni olsang bo'larmiki? Chiqingning fikri chiqmas bo'lar. Voy, yo'q, dada. Nima fikrimiz bo'ldi dada? Hamda mening hozir turayotgan uyim bor emasmi? Shunda. Şuna bu Kayserican qachon o'qish bitirib keladi, yana nima ishlar bo'libdi, buni bilmaymiz. Bo'lsa, ash uyini qo'shib, mush Baxtiyor ukamga beriladi da. Voy, aka bu. Aka. Sening bu deganingmi yaxshi. To'g'ri bo'ldi aka. Lekin endi Qaysarjon ukam 1-2 yildan keyin o'qish bitirib keladi aka. Shunda o'qish bitirib kelgandan keyin endi xizmat qiladi, uyimiz bo'lmaydi aka. To'yni qilsa, ham sen Üzəngdən maaş bilan aş ayını beqib o'tsa, sen bilsin mening uyam bor. Hozir bolalarim tek kichik, ham uli cho'ng o'g'icha bir gap bo'ladi aka. Shunga dada, shu uyni shu Baxtiyor ukamga beriladi. Ishqa akamdan menga ko'ngil bo'lganligiga ko'p rahmat. Elim akalarim sizlar mening nurg'un eg'ichiligimni ko'tarib keldinglar. Shuning o'zimi yetarli. Urug' tuqqan degan ashunda bo'ladi ekan. Men aqasingdek akalarimning bo'g'anligidan rosa bek faxrlanaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, men bir o'g'avla. Men o'zimning kuchiga tayinlab pul tepib uy olmasam bo'lmaydi. Men cho'qim uy ola olmayman. Shunga uni dadam sizlarga taqsim qilganda ekan, ishkanlik tava bo'lsin. Qaynafqa men demakchi. Bo'ldi bolalarim, bo'ldi. Men sizdan baxo'sh oldum. O'g'alvola degan o'z kuchiga tayinlab tirmishib igrik tiklash lozim. Mendan keyin qasog'asizlarmi, ishkinglar qarab turmaysizlar. Shundaqmi? O'z kuchiga tayinib ish qilsinmi? Ulamda shunday bo'lsin. Ma'qul edi. Qaysizlar? Sizlar balaning cho'ngi. Hech kichik ko'plakdab o'yini bersa, ma'qul dedilarmi? Sizlar uyga ehtiyojlar bormi-da? O'ya turib ish ko'rish, uy to'playsiz. Pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan to'pasi to'g'an uyni bizga beradi ekan. Ha? Shundami? Ey dadam boshdan degan taqdirdimi? Shu ishga qiz gap qilmay to'lama. Sizdanga ijod chiqmaydi. Qachon qaysa go'shtog'irdek to'g'anmishda. Necha vaqtdan beri dadamning kiyim-kechiga xarajatini sil beryaptilar. Ochunchilar bir mot ishini qilib dadamdan berib, mo'chan pul epaqtiqma, ha? Epaqtiqma. Yana taq pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga berdi ekan. Yana shu Ahmet va yerda Baxtiyorjon bordi. Juma ağzını bo'ldi. Nima? Hile to'xtasam nima tortishga moyoqdek saklab chiqangshisa? Ha? Baqaylar. Sen ma uyga kelin bo'lib chigandan yo'q bu dadamning xizmatida bir qidiqini bir qilib ha? Ey, hamma ishni ash Baxtiyor ukam bilan shu kelin singlimiz qilyapti-da. Buni demayli qo'yaymi? Ey,
aş Qaysarjon balamiz og'rib yotoqda yotgan vaqtida sen bilan ma ikkimizning xizmati shunda oldirash, ha? Ey, aş ukam aş doktorxonada dum yetib, dum qopab aş balning kesini davolatdi-ku, ha? As kelinchak singlimiz jinida tomoqni itib opadi-ku, ha? Sen nima qilib beraldi? Ha? Sen nima qilib beraldi? Ey, men sana shuni deb qo'yay. A Baxtiyor inim mening ma bir qo'saq deyotgan jonjigar inim jima bilib qo'y. Bundan keyin ma uyda Baxtiyor to'g'riliq yoki mening cho'ng uyim to'g'riliq bir ig'iz gap qildigan bo'lsa, ma uyda sen yashaysa, bo'lmasa men yashayman. Bilib qo'y. To'g'mi? Ha, dada. Ha, uy kelib bo'lgan ha. Ha, yiliqi yangi ichilgan bozorga bordigan bo'ldikmi dada? Ma'qila. Men hozirli boray. Ataqa uyga endi kelib turib deb, ma'qida demadi. Mana hozirlamangda. Nega borlar? Dadam qishig'i bormi? Men bilib boray. Nega bilib borsa? Sen ma'vo pulning g'imida yashab, boylik tushib, o'tdama uyda. Men mening g'imimni yeydigan, mening qadrimni biladigan, menga kuyindigan qadr donlarimning qishig'i bor. O'ta. Xapomizlar dadasi, xapomizlar. Men xato qildim. Men bilib boray. Dadamga bir qo'shiq aytib beraman. Men bilib boray, xapomizlar. Degan bir yostiq beshingdan tushib ketganmi-ta? Ajab bir gap qilding ya. Xapomizlar, men xato qildim dadasi. Men seni manda gap qiladigan xotin deb o'ylamayman, juma bilib qo'y. Xapomizlar. Juslar men bilib boray. Men xato qildim, juslar. Menga Ma'qul, juslamsa. Bazarimizdagi bir umum ahvolini tushuntirib o'tay. Qashqar Ipak yo'li xalqaro universal tovarlar savdo-sotiqchimiz Hijrat yo'lidan, ya'ni Iparxon bog'chisidan o'tib Qizilchiroqniki sharq tarafga 500 metr yo'lning o'ng tarafiga joylashgan. Umumiy egalga yer ko'lami 1100 mo. Biz lekin birinchi qarorda qilgan qurilishimiz 300 mo yerga 180 ming pinxon qurilish, jami 3300 dukkan o'rni hisoblangan. Bunun ichida birinchi nomerlik binoninki avvalini tanishtiray. Birinchi nomerlik binolarimiz jami 58 ming pinxon qurilish, 1700 dukkan o'rni bilan hisoblangan. Jami 9 kasb bor. Birinchida 2 nomerlik binolarimiz yotoq, ya'ni mehmonxona qo'shimcha qilgan havolasida asli birinchi, ikkinchi qavatga sayohat buyumlari. Birinchi, ikkinchi nomerlik binoning umum dukkan soni 2050 atrofida dukkan soni bo'ldi. Umumiy bozorning ahvoli ikki rayon bo'lingan bo'lib, ikkinchi rayonda oilalik samollari, telefon, kompyuter qator anikin gilam, ma taraf kelsak, burun kesib kelgan to'rdarman degan kesibda. Shu rayonlarimiz jiprak, cherchen, oshxon buyumlari, 5 xil metal bilan chorshini asos qilgan bir kesib rayonimiz bor. Bu yerdagi dukkanning umum soni 1300 dan oshadi. Bozorniki ta'kidlab qo'yish tegishlik muhim taraflardan birisi bozorniki mulozimat iqtidori, turli sharoitlari ulg'ar holat hisoblangan. 3 rayondan 1 rayon bo'lgan oraliqdagi qurilishning hammasining tagida yer ostida anikin sirtida bo'lib 3000 mashina to'xtash o'rni hisoblangan. Hozirimizdagi mablag' sarflashlar yoki emlik qo'lchilik erkak tijorat qilishlarga nisbatan sharoit jihati bo'lsin, kasbning turi jihati bo'lsin, universal kuch jihati oldin o'rni tura oladi. Anikin turli kasbningki bog'lanishchanligi bizga yo'lak bo'lib, bozorning universal kuchini oshirish iqtidori alohida yaxshi deb aytsak qarz xatolashmaymiz. Bozorimizningki undan boshqa shahar ichiga yaqin bo'lish afzalligi nayt yuqori. Mablag' qaytirib kelish avvalmi mayli tijoratni o'z qilsin yoki mablag' sab qo'yib ijaradan foydalanadiganligiga nisbatan bo'lsin yaxshi holatda. Natija to'xtamni ichki hisob qo'l qo'yibmi? Bo'ldi. Tabal ishxonaga chiriladi dada. Pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan